Beshinchi jadvalda ham ko'rishimiz mumkinki, Turkiyani tovar importi va eksporti orasidagi farq sezilarli darajada. 2024-yilda tovar importi $344 million bo'lgan bo'lsa, tovar eksporti bo'lsa $260 million tashkil qilgan. Bu albatta salbiy ko'rsatkich, ya'ni Turkiyada eksportga nisbatan import oshib ketgan. Bu esa xorijga Turkiyaning iqtisodiy jihatdan qaramligini oshirib boradi. Turkiyani baxtiga aytishimiz mumkinki, Turkiyada servislar xizmati, ya'ni xizmat ko'rsatish sohasida import eksportdan ancha past, ya'ni xizmatlar ko'rsatish sohasida import eksportdan 2 baravar kam. Ya'ni Turkiya xorijiy mamlakatlarga o'zini xizmatlarini juda yaxshi pullaydi. Bu ko'rsatkich $114 million tashkil qiladi. Keyingi jadvalda ko'rishimiz mumkinki, 17-rasmda Turkiyaning savdo-sotiqi ko'rsatilgan. Ya'ni bu narsa nima? Bu narsa Turkiyani boshqa mamlakatlar bilan eksport va importlar o'rtasidagi muvozanat. Bu muvozanat salbiy, ya'ni qizil rangda bo'lsa, Turkiya ushbu mamlakatdan importga ko'proq mahsulot xarid qilib, eksportga kamroq mahsulot chiqarayotgan bo'ladi. Aksincha, yashil ko'rinishda bo'lsa, Turkiya ushbu mamlakatga nisbatan ko'proq mahsulot eksport qilib, kamroq import mahsulot o'ziga qiladi. Bu ko'rishimiz mumkinki, bu yerda eng katta ko'zga tashlanib turuvchi davlatlar Xitoy, Germaniya, Rossiya va Italiya. Ya'ni bu mamlakatlardan Turkiya o'zining asosiy import mahsulotlarini keltiradi. Bu borada Xitoy yaqqol favorit. Ya'ni Xitoy $40 milliard mahsulotni Turkiyaga eksport qiladi. 18-rasmda ko'rishimiz mumkinki, Turkiyadagi eksport turlari, bu turlarni asosini sanoat mahsulotlari tashkil qiladi. Ya'ni asosan avtomobil, ehtiyot qismlar va turli xil texnologik mahsulotlar Turkiya eksportini asosini yaratib beradi. Bundan tashqari, Turkiyani eksport mahsulotlari orasida qishloq xo'jaligi mahsulotlari va shuningdek kiyim-kechak mahsulotlari ham alohida o'rin tutadi. Bu yerda ko'rishimiz mumkinki, yashil bilan berilgan kiyim-kechak mahsulotlarining o'rni sariq va och yashil ranglarda berilganlari esa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'rsatadi. Keyingi slaydimiz bo'lsa, ishchi kuchi va migratsiya haqida. Turkiyada ishchi kuchi juda yaxshi. Ya'ni Turkiyada yoshlarning ko'pligi va qolaversa Suriyadagi qochqinlarning Turkiyaga kelishi natijasida ishchi kuchiga Turkiya xorijdan ishchi kuchi olib kelishiga mutlaqo o'rin yo'q. Chunki Turkiyaning o'zida ishsizlik foizi 14% tashkil qiladi. Ya'ni bu ko'rsatkich 2019-yilda qayd etilgan, ammo so'nggi yillardagi islohotlar natijasida ishsizlik foizi Turkiyada yildan yilga pastlab borib, so'nggi yilda 8%dan biroz yuqorini qayd etilgan. 20-rasmda bo'lsa, Turkiyada ish bilan bandlik foizi ko'rsatilgan. O'sha ishsizlik foiziga teskari ravishda ish bilan bandlik foizi oshib bormoqda. Ya'ni bu ish bilan rasmiy jihatdan bandlik aholini foizini ko'rsatib beradi. Ish bilan band aholi soni 2025-yil sentyabr holatiga ko'ra 32,7 million kishini tashkil etib, bu avvalgi 33 million kishiga nisbatan kamaygan. Tarixan Turkiya bo'yicha 2006-yil martidan 2025-yil sentyabrgacha bo'lgan o'rtacha ko'rsatkich 27 million kishini tashkil etadi. Eng past ko'rsatkich deyarli 19 million kishi bilan 2006-yil mart oyida qayd etilgan. Shundan beri bu ko'rsatkich yildan yilga dinamik ravishda o'zgarib bormoqda. Keyingi aytib o'tish joiz bo'lgan narsa bu migratsiya ko'rsatkichlari. Turkiyaga asosan kelayotgan va oshib borayotgan immigrantlar soni orasida Rossiya, Ozarbayjon, Turkmaniston fuqarolari katta ko'rsatkichga ega.
Ya'ni so'nggi yillardagi Ukraina va Rossiya urushi fonida rus fuqarolarining Turkiyaga doimiy yoki vaqtinchalik yashash maqsadida migratsiya qilishlari oshib bormoqda. Bu yerda e'tiborli jihati O'zbekistonning ham ushbu top 10talik ro'yxatda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Turkiyada o'zbek diasporasi o'ziga xos ravishda kengayib bormoqda. Bu esa Turkiya Respublikasida o'zbek xalqi o'zbeklarning o'zbeklarning ta'sirini orttirib bormoqda. Qolaversa, Turkiyaga fuqarolarimiz ishlash maqsadida emas, faqatgina ishlash maqsadida emas, doimiy yashash maqsadida ham ko'chib borishmoqda. Bu esa Turkiya xalqlarining tobora yaqinlashishi fonida bu jarayon yana ham kuchayib borish ehtimoli yuqoriligini anglatadi. Bu bilan Turkiya va Turkiston mintaqasining integratsiyasi kuchayib boradi. Turkiyada immigratsiya o'sgan. 2023-yilda turk fuqarolarining boshqa davlatga ko'chib o'tish darajasi 37% ga oshib, taxminan 158 ming kishini tashkil etadi. Bu tendensiya asosan Germaniya davlatiga yo'naltirilgan. Ya'ni Turkiyada asosan aholi Germaniyaga ko'chib o'tadi. Bunga sabab Germaniyada turk millati nemis millatidan keyingi ikkinchi eng katta millat hisoblanadi. Bundan tashqari, Turkiya va Germaniya o'rtasidagi yaxshi iqtisodiy va siyosiy aloqalar tufayli Turkiyadan Germaniyaga immigratsiya ishlari oson yo'lga qo'yilgan. Bojxona va soliq tizimi Turkiya geografik jihatdan Yevropa va Osiyo orasida joylashgani bois, savdo va bojxona tizimi ham shunga mos ravishda qilingan. Ya'ni Turkiyani bojxona tizimini asosan Yevropa bilan integratsiyalangan. Bunga sabab o'sha 1996-yildagi Turkiyani Yevropa ittifoqi bilan tuzgan bojxona ittifoqi asos bo'ladi. Shu sababli Turkiya bojxona tariflarini shunga mos ravishda tuzgan. Bunda 6-jadvalda ko'rishimiz mumkinki, shaxsiy daromad solig'i 15% dan 40% ga bo'ladi. Ya'ni bu shu foizlar orasida turli daromad solig'i to'lanadi. Bu o'sha qaysi sohada daromad qilinishiga bog'liq. Korporativ soliqlar deyarli 23% ni, aksiz solig'lar, qo'shimcha qiymat solig'i 18% ni, chegirmali VAT stavkalari bo'lsa 1% 8% ni tashkil etadi. Xo'p, iqtisodiy erkin zonalari. Ushbu 22-rasmdagi jadval, ya'ni xarita Turkiyani savdo va moliya vazirligining rasmiy saytidan olingan. Bu yerda ko'rishimiz mumkinki, Turkiyani asosan dengizidagi port shaharlari o'sha erkin iqtisodiy zonalariga ega. Bu zonalarda umumiy hisobda 83 ming kishi ish bilan ta'minlangan. Hop, investitsiya muhiti. Turkiyada investitsiya muhiti juda yaxshi shakllangan. Bunga 2001 va 2015-yillargacha bo'lgan oraliqdagi investitsiyalarning oshib borishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni aynan shu yillardagi bo'lgan islohotlar natijasida Turkiyaga xorijdan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar oqimi kuchayib borgan. Ammo 2016-yildan keyingi voqealar fonida bu narsa ancha pasaygan. Lekin 2021-yildan keyin bu tendensiya o'sish sur'atini ko'rsatmoqda. Hop, rezidentlarning to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning jami oqimi 2002-yildan boshidan 2025-yil noyabrigacha 81,7 milliard AQSh dollariga yetdi. 2025-yil yanvar va noyabr oylarida rezidentlarning to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimi deyarli 9 milliard dollarni tashkil etdi va bu o'tgan yilgiga nisbatan 51% ga ko'pdir. Ya'ni Turkiyada xorijdan investitsiya oshib bormoqda. Quyidagi jadvalda ham ko'rishimiz mumkin. Ushbu jadvalda xorijiy investorlarning asosan qaysi davlatdan ekanligi ko'rsatilgan. Transport tizimi. Turkiyada transport tizimi juda yaxshi shakllangan. Bunga o'sha uning logistika salohiyati ta'sir ko'rsatgan. Turkiyadagi avtomobil yo'llarining umumiy uzunligi 29 ming kilometrdan oshiq, temir yo'l yo'llari esa 13 ming kilometrni tashkil etadi. Turkiyada temir yo'llar nisbatan boshqa transport turlariga nisbatan sust rivojlangan. Bunga sabab o'sha bu transport turiga nisbatan ehtiyojning kamligidir.
Bu transport turi asosan shaharlar orasidagi aloqani ta'minlaydi, ya'ni yirik shaharlar orasidagi savdo, yuklar tashish, yo'lovchi tashishga xizmat qiladi. Aksariyat hollarda avtomobil yo'llari va dengiz transporti asosiy logistika vazifasini bajaradi. Turkiyada transport tizimida avtomobil yo'llari ustunlik qiladi, biroq so'nggi yillarda temir yo'l infratuzilmasini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi aylanmoqda. Buning uchun davlat o'sha Ispaniyadan tezyurar poyezdlarni olib keldi. Tezyurar poyezdlar uchun alohida temir yo'llar va stansiyalar qurilmoqda va temir yo'l transport turi o'ziga xos tarzda rivojlantirib borilmoqda. Keyingi jadvalda ko'rishimiz mumkinki, Turkiyaning ichki va tashqi havo yo'llari juda yaxshi shakllantirilgan. Bundan tashqari, Turkish Airways kompaniyasi Turkiyaning qolaversa jahonning eng yaxshi aviakompaniyalaridan biri hisoblanadi. U xavfsizligi va o'zining sifati va narxi bo'yicha istalgan kompaniya bilan raqobatlashishi mumkin. Hop, Turkiya neft va gaz quvurlari mamlakatni Yevrosiyo energetika tizimini muhim tranzit davlatiga aylantirib, uning iqtisodiy daromadlari, geosiyosiy ta'siri va energiya xavfsizligini kuchaytirgan. Turkiya asosan Yaqin Sharq mamlakatlaridagi neftni Yevropa bilan bog'lab beradi. Qolaversa, Ozarbayjon va Isroil o'rtasidagi asosiy energetik yoqilg'i quvurlari ham Turkiya orqali o'tadi. Bu orqali Turkiya yaxshigina davlat g'aznasiga daromad kelib tushadi. Iqtisodiy integratsiya. Turkiya globallashuv va iqtisodiy integratsiya g'olibi. Savdo va kapital oqimlariga ochilish Turkiyaning iqtisodiy modernizatsiya uchun vosita va moylash materiallarini ham ta'minladi. 1980-yillar boshidan beri Turkiyaning global eksport va importidagi ulushi 4 baravar oshdi. Savdoning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi deyarli 10% dan 50% ga oshdi. Bu orqali aytishimiz mumkinki, Turkiya juda tez sur'atda globallashib bormoqda. O'zi bilan chegaradosh bo'lgan mamlakatlar bilan, qolaversa O'rta Osiyo va Yevropa mamlakatlari bilan juda yaxshi integratsiyalashib bormoqda. Ayniqsa so'nggi yillardagi turk diplomatiyasining kuchayishi bunga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. 31-rasmda ko'rishimiz mumkinki, bu yashil bilan berilgan chiziq Turkiyaning global importdagi hissasi, ko'k bilan berilgani esa global eksportdagi hissasi. Bundan avval aytganimizdek, Turkiya global dunyoda o'zini o'rniga ega bo'lib borayotgan bo'lsa ham, yetarlicha o'ringa ega bo'lsa ham, import hajmi eksport hajmidan sezilarli darajada kam. Hop, qizil chiziq bilan berilgan bo'lsa, import va eksportning xizmatlar foizini, yalpi ichki mahsulotdagi foizi ko'rishimiz mumkin. Hop, 30-rasmda bo'lsa firmalarning omon qolish foizi. Turkiyadagi firmalarning omon qolish foizi o'ta yaxshi, ya'ni 30% dan 50% gacha. Bu degani Turkiyada har ikkita firmadan biri raqobatda omon qolib, o'zini bozordagi o'rnini saqlab qolmoqda. Bu grafikda Turkiyani mavjud firmani 5 yildan keyingi omon qolish ehtimoli, ya'ni firma o'zining dastlabki 5 yilida moliyaviy qiyinchiliklar yoki bozordagi raqobat tufayli inqirozga yuz tutadimi yoki bozorda o'z ulushiga ega bo'la oladimi, ko'rishimiz mumkin. Keyingi slaydimiz xalqaro iqtisodiy tashkilotlar bilan hamkorligi. Turkiyaning xalqaro iqtisodiy tashkilotlar bilan hamkorligi juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bunga misol qilib Jahon savdo tashkilotini, OECD, Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi va Yevropa ittifoqini misol qilib aytishimiz mumkin. Xalqaro tashkilotlar bilan asosan hamkorliklar 1950-yillarga to'g'ri keladi. Aynan shu yillardan Turkiya o'zini xalqaro tashkilotlardagi